Assalomu alaykum hammaga. Bugun videoda biz kino va super qahramonlar olamidagi eng katta qarama-qarshilikdan biri bilan gaplashamiz. Agar siz Marvel yoki DC muxlisi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Ha, bugun biz Marvel Studios va DC Comics o'rtasidagi farqlarni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Anavi Avengers jamoasi va DC qahramonlari qaysi biri kuchliroq, qaysi biri mashhurroq, qaysi biri sizga mos? Shuni aniqlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida juda ham qiziq savol beramiz. Keling, avval Avengers haqida gaplashamiz. Bu jamoa Marvel olamida eng kuchli jamoa va mashhur qahramonlardan tashkil topgan. Masalan, Iron Man, ya'ni temir odam, juda aqlli va texnologiyaga boy qahramon. Thor, momaqaldiroq xudosi va Kapitan Amerika, haqiqiy lider. Marvel filmlarining asosiy kuchi ularni bog'langan hikoyasida bo'ladi. Har bir film boshqa filmlar bilan ulanadi, ya'ni serial kabi. Oxirida katta voqeaga olib keladi. Masalan, Avengers Endgame bu ko'p yillar hikoyaning yakuni bo'lib, juda ham uzoq yillar davomida davom etib keldi. Dunyo bo'ylab milliardlab dollar daromad qilgan. Yana bir muhim jihati, Marvel filmlari humor juda ko'p. Hatto jiddiy vaziyatlarda ham kulgili momentlar bo'lishi mumkin. Nima deysiz shunga? Shuningdek, Avengers jamoasi sifatida ishlaydi. Har bir qahramon alohida kuchli bo'lsa ham, ular birlashganda yanada kuchliroq bo'ladi. Bu esa tomoshabinlarni teamwork g'oyasini beradi. Ya'ni birga ishlash orqali hamma narsaga erishish mumkin. Endi esa DC Comics qahramonlariga o'tamiz. DC ham juda kuchli va tarixiy jihatdan muhim qahramonlarga ega. Masalan, Batman oddiy inson bo'lsa ham o'zining aqli va strategiyasi bilan kuchli. Superman esa deyarli yengilmas qahramon. Yana Wonder Woman ham juda kuchli mashhur qahramonlardan biri. DC filmlarining asosiy farqi ular ko'proq jiddiy va qorong'u atmosferaga ega. Masalan, Batman haqidagi filmlarda ko'proq psixologik, chuqur va real hayotga yaqin voqealarni ko'rishingiz mumkin. DC'da qahramonlarni ko'pincha yakka holatda harakat qiladi. Ular o'z muammolarini o'zi hal qilishadi. Ya'ni Marvel qahramonlaridan farqli ravishda ya'ni bir guruh sifatida harakat qilishmaydi. Va yana bir muhim jihat bor. DC qahramonlari individual jihatdan juda ham kuchli. Masalan, Superman deyarli barcha qahramonlardan ustun qilib ko'rsatilgan. Shuning uchun DC ko'proq kuchli individual qahramonlar konseptiga asoslangan bo'ladi. Endi solishtirib ko'raylik. Avengers bu jamoaviy ish. Kulgili sahnalar va bog'langan hikoyalardan tashkil topgan. DC Comics esa jiddiy, chuqur va individual kuchli qahramonlarga ega. Marvel filmlari ko'proq entertainment, ya'ni o'yin kulgu, qandaydir sarguzashtlar, ya'ni tomosha qilish uchun juda ham qiziqarli va yengil hisoblanadi. DC filmlari ko'proq o'ylashga majbur qiladi. U yerda ma'no va chuqurlik bor. Agar sizga kulgili va actionga boy film olsangiz, albatta bu Marvel. Agar siz jiddiy, qorong'u va chuqur hikoyalarni xohlasangiz, bu DC. Aslida ikkalasi ham zo'r. Faqat sizning didingizga bog'liq. Xo'sh, siz qaysi birini prefer qilasiz? Avengersmi yoki DC qahramonlarini? Kommentariyada yozib qoling. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Videoga like bosishdan kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.